Sumerki. Zulmat ostonasidagi muhabbat kitobi hamda kinosini solishtiramiz. Jacob Black. Kitobda Jacob Blackni bo'riga aylangandan so'ng bo'yi juda ham tez o'sib ketadi, 2 metrdan ham oshib ketadi deyilgan bo'lsa, kinoda unchalik darajada gigant qilib ko'rsatilgan emas. Rosalie Cullen. Kitobda juda ham go'zal, ilohiy darajada chiroyli, ko'rgan erkak unga mahliyo bo'lib to'xtab qoladi deydigan darajada chiroyli tasvirlangan, lekin filmda bu darajada ochib berilgan emas. Edward Cullenning ko'zlari kitobda bronza rangidek, mira rangida tasvirlangan bo'lsa, filmda jigar rang tusda tasvirlangan. Kitobda James, Lauren, Victoria bular shunchaki o'rmondan o'tib ketishayotgan sayyoh vampirlar bo'lishadi. Keyin Cullenlar bilan uchrashib qolishadi va film sujeti qaytadan ishlab chiqilgan va ular yovuzroq qilib ko'rsatilgan. Kitobda Edward Bella uchun o'zi kuy bastalaydi fortepianoda. Filmda esa bu shunchaki oddiy musiqa chalib berishda ko'rsatib o'tilgan. Azizlar, nega bunchalik katta qilib gapiryapti deb o'ylamanglar, kameram katta bo'lib ketdi, kichraytira olmadim. Faqat kitobda bilasizlar, boyitib ko'proq ko'rsatiladi, lekin qolgan ko'p qismlari o'xshash. Oxirgi jang sahnasi bo'ladi-ku, mana shu joydan keyin qiziqib o'zi shu filmni ko'rganman men, lekin kitobda bu joy yo'q. Erizning xayolidan o'tgan bo'ladi, uni ko'rsatadi Volturilarga, lekin bu filmda ko'rsatilgan qo'shimcha sifatida, lekin aynan shu joydan keyin o'zim shu filmga qiziqib qolganman. Videoim sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like, komment qoldirishni va menga follow bo'lishni unutmang. Hammaga ko'rishguncha.